Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskva Toshkent направлениyasidagi davlat reyslari o'z qatnovini davom ettirmoqda. Yo'lovchilarimiz esa hammaligiga kelib, joylarni band qilib bo'ldi. Kimdan kim shunday komfortabelni ideal sostoyaniyadagi avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlarimiz ekranda turibdi. Yo'lovchilarimiz mana har biridan so'raymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Ketyapsizmi? Avtobuslar manzur keldimi sizga? Qayerdansiz aka? O go'shtxo'rlarda mana go'shtlarni yeb ketyapsiz yana. Nima deysiz aka yo'lovchilarga? Sizdan keyingilarga tavsiya qilsa bo'ladimi? Kelishaversinmi? Sizchi nima deysiz aka? Tushib ketasizmi? Yozib bo'ladimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Cho'tkimi? Ayzlar shunday komfortabelni ideal sostoyaniyadagi avtobuslar sizlarning xizmatlarida 24 ga 7 hafta 7 kun davomida 2 ta 3 ta reyslarimiz muntazam ravishda qatnamoqda. Bugun qaysi kunligini so'rab qo'ying aka. Bugungi sanamiz qaysi akalar? Bugungi sanamiz. Bugungi число. Mana 26 oktyabr 2025-yil. Birinchi reysimiz chiqib ketmoqda, ikkinchi reysimiz ham hozir posадка jarayoniga Bugun qanaqa kun aka? Shanba kunmi? Bugun shanba, subota kun. Yakshanba. Aizlar, yakshanba buguni. Men bir kun qolib ketibman. Bugun bir kun qolib ketibman men. Kimda kim shunday komfortabel avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda. Aizlar, dokumentida muammosi borlar, aytib qo'yapman. Voditel yoki avtobus ma'muriyati bu narsaga javob bermaydi. Kimni registratsiyasi prasrochka bo'lsa, migratsion kartasini yo'qotgan yoki patenti anurinniy bo'lgan bo'lsa, yo'lda rasxod qiladi o'zi uchun. Samazashda ya'ni. Dokumentida muammo yo'qmi? Hech qanaqa rasxod qilmaysizlar. Qozog'iston hamda Rossiya tamojnilariga borganda so'mkalarni tushirmaslik uchun tamojniydan rasxod qilinadi 300 rubldan. Общий bu hamma uchun tegishli. Bundan tashqari hech qanaqa rasxod yo'q. Allohga omonat, ikkita voditel sizlarga topshiriladi. Ularni Allohga omonat qilib topshiramiz. Sog' salomat manzilga yetinglar. Hech kimdan shikoyatlar yo'qmi? Hamma yo'q, zo'rmi? Addushi qo'llab olinglar unda akalar. Addushi mana. Azizlar, shunaqa resmi avtobuslar sizlarning xizmatingizda.